Ko'zlari sizinziyo go'yo qorong'u xona. Orqadan pichoq urar yaqin do'stlar pinhona. Barcha sirlar fosh bo'lar asl yuzlar ochilsa. Inson izlay boshlaydi o'ziga xos bahona. Tuyg'ularning narxi bor endi u ham bozorda. O'rnomiz va vijdon ko'ngillar ham savdoda. Pullar uchun ayalmadi begunoh to'kildi qon. Buning barchasiga guvoh qirmizi xonadon. Bu na sevgi, na tinchlik, nigohlarda soxtalik, qonga aralash ko'z yosh. Bular bari haqiqiy, barcha dardga to'rt devor guvoh bo'lib kim turar? Qirmizi xonadon. Bu na sevgi, na tinchlik, nigohlarda soxtalik, qonga aralash ko'z yosh. Bular bari haqiqiy, soxta yuzlar orasida yotar alam, yotar jon. Qirmizi xonadon. Bu bir kalin dunyo, g'amga to'la gohi gumon, gohi ishonch qiynar azobda. Bu sinovli dunyo, sabrga to'la har kim madad va najotga tayanar. Dilnoram, Bobiram uyga qaytishmadi. Bu nimasi? Samir, ko'tar. Ko'tar. Adolatga qo'ng'iroq qilaychi. Adolat. Yana senmisan, Saltanat? Ha, menman. Ertalabdan meni yo'qlab qolibsan? Yo tushingda ko'rdingmi? Seni tushimda ham ko'rgilik qilmasin. Unda nega menga qo'ng'iroq qilyapsan? Menga Dilnur nabiram kerak. Hech bo'lmasa uni qaytar. Bilasanmi? Obro'li do'konlarda bir gap bor. Balki eshitgandirsan. Sotilgan narsa qaytarib olinmaydi. Shu gapni men o'zgartirdim. Asirga olingan odam qaytarilmaydi. O'ldiraman seni. Yo'q, o'ldira olmaysan. O'ldiraman. Sen qo'rqoqsan, Saltanat. O'z qo'ling bilan hech qachon odam o'ldira olmaysan. Men esa o'ldiraman. Agar buni o'z ko'zing bilan ko'rmoqchi bo'lsang, ayt. Men bilan yuzma-yuz bo'l. Qanday qilib jon berganingni o'zing ham bilmay qolasan. Menga qara, gapni qisqa qil. Meni senga taklifim bor. Vaqtni o'zing cho'zayapsan. Gapir. Nima demoqchisan? Nabiram Dilnur uchun sen nima so'raysan? Ana endi o'zingga kelding. Ayt. Qancha so'raysan, Adolat? Men sen bilan savdolashadigan bozorchi emasman. Shuning uchun aniq aytib qo'ya qolaman. Nevarang Dilnur, agar tirik qolishini xohlasang, qirmizi xonadonni menga berasan. Hech qachon. Saltanat, sen uchun boylik birinchi navbatda, buni bilaman. Odam bo'lmaysan. Bir kun emas, bir kun. Baribir meni qo'limda jon berasan. Seni o'z qo'lim bilan o'ldiraman. 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 Buncha sovuq gaplar.
Nega buncha yomon gaplarni aytyaptilar? Ha? Choy nega olib kel, inamicha qaltiraysan? Yo, damlagan choyim qudajonim jonajonimga yoqmadimi? Yo'q. Choyi olib kirganim ham yo'q. Ha nega? Ha men o'zim mehrimni qo'shib damlagandim bu choyga. Muncha qaltiraysan, nima bo'ldi, gapir? Qo'rqdim, oyi. Buvijon, Saltanat aya bilan telefonda rosa urishyaptilar. Seni o'ldiraman. Senga kafanam, qabram nasib qilmaydi deyaptilar. Voy tavba. Voy so'g'i gaplar faqat mana shu uydan chiqadi-ey. Qudajonim ja dahshat ayollarda. Lekin menga bunaqa qila olmaydilar. Oyi, choyni o'zingiz olib kira qoling. Bunaqa gap gapirganim bilan bu choy olib kiraman deganim emas. Keyin hali jonimdan to'yganim yo'q. Qudajonim sal tinchlanmasin. Ayol kishi tushunsa bo'ladi uni ham. Jahli chiqqanda aqli ketadi. Har narsani til o'lgir gapiraveradi. Ha. To'g'ri aytasiz, oyijon. Menga qara. Undan ko'ra ol. O'zingga ham kofe damla, maza qilib ichamiz. Qolganini qo'yaver. Oyi, men shu choyni ham ichiraman. Mayli. Xohishing. Nimalar qilib yuribsan? Hovli supurayotgandim. Bu yerda Dilnur yo'qoldi. Bir vaqtlar seni ering bo'lgan. Seni bo'lsa parvoyingga ham kelmayapti. Axir nevarangiz men bilan ajrashyapti-ku. Vaqtida javobim berganda. Ajrashganda ham insonda rahm shafqat bo'ladi. Shuncha vaqt u bilan birga yashagansan. Bir yostiqqa bosh qo'ygansan. Shuni hurmati yo'qmi? Sal bo'lsa ham kirib, ko'ngil uchun nima bo'lganini so'ramading. Shunchalik ham toshbag'ir bo'lasanmi? Aya. Aya dema meni. Seni kasofating urdi bolamga. Bolam baxtsiz bo'ldi seni deb. Boshqa qizga uylantirganimda shunchalik bo'lmasmidi? Nima? Nogironligida oilangiz sharmanda bo'lmasligi uchun men shu nabirasiga turmushga chiqqandim-ku. Shumi rahmat, a? Ayting. Endi u tuzalgandan keyin men aybdor bo'ldimmi? Men kasofatmanmi? Ishingiz bitib oldi-da. O'sha vaqtlarda siz oilangiz obro'sini saqlab qolganim esingizdan chiqdimi? Endi shu uchun meni ayblayapsizmi? Nogiron edi, oyoqqa turg'izdim. Bas qil. Men aybdorman-a? O'zi aytishganda boylar toshbag'ir bo'ladi deb hech ham ishonmagandim. Qirmizi xonadonga qadam bosma. U yerdan chiqqanda hamma yering qon bo'ladi deyishganda ishonmagandim. Bas qil dedim. Menga gap qaytarma. Sen menga gap qaytaryapsanmi? Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol bu uydan. Basharangni ko'rmay. Janursan! Bobur aka men uchun jonini berishga ham tayyor. Lekin nima qilay? Qalbga buyruq berib bo'lmaydi. Lekin bu yerda o'zim sevgan Arslon
aka. Men haliyam uni yaxshi ko'raman. Qaniydi buni bilsa. Yo'q, buni bildira olmayman. U bilmasligi kerak. Ishqilib oxiri baxayr bo'lsin. Allo, Samir aka. Bonu, nima yig'layapsanmi? Ha, qiynalib ketdim. Nima bo'ldi senga? Bu yerda meni o'rnim ham, qadrim ham yo'q. Bonu, iltimos, yana biroz sabr qilgin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qachongacha sabr qilishim kerak? Erim ham ajrim berishi uchun uyga qaytish kerak. Tushunyapsizmi shuni? Ha, tushunib turibman. Hammasini tushunib turibman. Samir aka, tezroq otangiz bilan gaplashing. Iltimos sizdan bir ilojini qiling. Bo'lmasa, menga bu yerda kun yo'q. Xo'p, jonim. Men harakat qilaman. Faqat yig'lamagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Samir. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen aytganimni qilmading-ku. Dilnur bilan Boburni qutqarganing yo'q. Buni iloji bo'lmadi. Nega? Otam mendan shubhalanib qolishi mumkin. Shunga bu ishni qila olmayman. Bir yo'lini top sen. Uzr, buni iloji yo'q. Samir. Alo. Alo. Assalomu alaykum opajon. Menga seni yordaming kerak. Bugun Dilnurni qutqarib berasan. Boburni ham qutqar. Voy, menmi opajon? Meni qo'limdan kelarmikin? Aslida seni deb qo'lga tushdi. Sen bergan xabar tufayli qo'lga tushdi. Qutqarasan dedimmi? Qutqarasan. Bo'lmasa mendan yaxshilik kutma. Voy xudo, endi nima qilaman? Voy boshimga nimani orttirib oldim, ey xudo. Voy, yo ko'z teydimikin, ha? Nima qilaman endi, ey xudo? Voy xudo. Oyijon. Oyijon. Marjon, o'tir. Ha? Nima bo'ldi? Qariya telefon qildi menga. Qo'ng'iroq qilib Bobur bilan Dilnurni qutqar deydi. Ha, shu ishni o'zingizni boshingizga o'zingiz olibtirdingiz, oyi. Men sizni ogohlantirgandim. Mana, nima bo'ldi? Qizim, aqlimga sig'mayapti. Men qanaqa qilib ayol boshim bilan ularni qutqaraman? Bilmadim. Agar men mabodo qo'limdan kelib shu ishni qilsam, ya'ni u jos qaynatang sovuq o'lgur meni o'ldirib yoradi-yu. Bu aniq-ku. Oyi. Bu jonni oldiga kirasizmi? Ularga maslahat solib ko'ring. Endi ular nima ko'rsatma bersalar, o'shalarni bajarasiz. Boshqa ilojingiz yo'q. Lekin bir tomondan to'g'ri aytyapsan, qizim. Xudo jonim borlar-yu. Voy, aqlingdan o'zim aylanay. Boray bo'lmasam. Boring. Xudo jonim? Voy, jonim, yaxshi o'tiribsizmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Haligi
Saltanat opa borlar-yu, yana qo'ng'iroq qildi-da. Xo'sh, nima dedi? Nevaramni qutqarib ber, dedi. Ahvoli shu ekan-ku. Ha, shu. Tipirchilab qopti-ku. Bu men uchun xushxabar. Rahmat sizga. Arzimaydi qudajonim. Endi men bu yog'iga nima qilay qudajonim? Qachon nevaramni qutqarasan deb qolsa, nima deb ayting? Hozircha indamay turing. Harakat qilib ko'raman deng. Keyin nima qilishingizni o'zim aytaman. Voy, xo'p bo'ladi. Qudajonim, jonajonim. Men bora qolay bo'lmasam. Shu yerda birpas o'tirib tur. Kun ham sovib qoldi. Mana uni yopib ol. Yaxshi. Birpas gaplashib o'tiringlar. Zerikib qolmaysan. To'xta. Kimsan? Kimsan deyapman? Bilmaganing ma'qul. Men shunchaki yordam berdim. Tashqarini tozalab qo'ydim. Buni tezroq olib qochgin. Taniysanmi? Taniganim yo'q. Yaxshimisan o'zi? Yaxshi, o'zingchi. Sekinroq. Kim bo'lishi mumkin endi u? Ketdik. Yur. Iplos. Nimani bilasan? Nimani bilasan? Kim meni asablarimni sinayapti? Dilnurmi? Yo'q. U bilan yarashdim. Yo'q. Uni unchalik tili boshqa, dili boshqa emas, soqov. Durust bola. Shuncha paytdan beri bilmagan bo'lardim. Boshqa odam. Ammo kim? Boshqa odam. Oyi, Ha? nimani yashiryapsiz? Hech narsani yashirmayapman. Xatmi yana oyi? Qanaqa siringiz bor oyi? Yo, odamda shuncha ham sir bo'ladimi? Hech qanaqa sirim yo'q. Unda nimaga qo'rqyapsiz? Yashiryapsiz-ku? Ayting oyi. Men sizni shkolangizman-a? Bilaman. Qo'rqayotganim yo'q. Yolg'on gapirmang oyi. Men sizni qizingizman. Menga to'g'risini ayting. Nimani yashiryapsiz? Hech narsani yashirmayapman. Tergovchimisan? Tergaysan meni? Oyi, biror gap bo'lsa bu yerdan quvlamiz. Tushunyapsizmi shuni? Quvilsak quvlaylik. Menga desa hammasi bir bo'lib quvmaydimi? Chunki to'rxonali uyimiz bor. Nima? Hazırlashyapsizmi? Yo, aqldan ozdingizmi, oyi? U emas, bu emas. Meni aqlim joyida. Pamit slishkum хорошо у меня. Keyin men hazillashmayman. Jiddiy ayolman. Ha. Tushuntiribroq gapiring.
O'zingiz nogironlik aravachasida bo'lsangiz, qanaqa qilib kim olib berdi uni? To'xtab tur. Cho'chchi mundoq qilgan. Ha, ochildimi? Endi-chi? Quloq bo'lgin. Tashqarida hech kim yo'qmi? Shunda kallangni chiqar, quloqni ikki quloqni ishlat. Davay, ket. Yo'q, hech kim yo'q oyi. Joydami? Endi diqqat bilan eshit. O'zingga kelib ol. Adolat opa. Nima? Jam. Bolam, men anchadan berichi Adolat opaga ishlayapman. Quloqman, quloq. Oyi. Oyog'ingda mahkam tur, yiqilib qolma. Samo sariqni ham men o'g'irlatganman. Oyi. Ha? Niye? Shu sariqni boqib katta qilganman men. Shuni foydasi tegdi. Shuni evaziga to'rxonali uy keldi. Ya? Oyi. Siz nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Hech narsa qilmaydi. Buni aya bilib qolsa bilasizmi nima bo'ladi? Uydan haydalmaysiz. Naqd o'ldiradi. Jim, bilmaydi. Menga qara. Buni Adolat opa va uni yordamchisi bir haligi kuzda chiqadi-ku, oshqovoqlar bor-u. Shiringina ko'zlar chizib qo'ysang, kichkinagina mardon o'sha biladi. Ikki kishi men. Oyi. Mana bu xatni yuborayotgan odamman biladi, menimcha. Bo'lmasam xatga bunaqa deb yozmasdi. To'g'ri. Oyi, siz olov bilan o'ynashyapsiz. Bolam, qachongacha bu yerda kampirmi yo boshqasimi bizni haydarkin deb o'ylanib yuramiz? Ishi o'zim ham tavakkal qildim. Zoto uylik bo'ldim. O'sha sariq samo shu ishga yaradi. Sarg'aldoq. Oyi, men sizni tushunyapman. Lekin mana bu xatni yuborayotgan odam sizni hech qachon tushunmaydi. Kimligini esa hech kim bilmaydi. Ay, plaz yopishmay o'lu. Bor. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga. Bor, kerak bo'lsa chaqiraman. Chiq. Menga qara, quloqni ochib, spokойный quloq bo'lib ketgan. Tushundingmi? Ha? Chiq. Bo'pti. Plaz. Voy, meni chiroyli oyoqlarim ham zerikib ketdi. Voy. Voy. Siqilmanglar. To'rxona uyim bor. Yana o'zim xohlagan joyda. Ozgina sabr qilinglar. Shunda chopib o'sha uyimni bezataman. Hido xolassa. Murod akam ko'tarib o'sha uyga olib kiradi. Assalomu alaykum. Havo goh yorishar, goh qorong'ilashar. Goh yorishar. Bo'ron faqat tongga borib tindi. Qachon qilgan ishingni uddasidan chiqasan, yana nima gap? Meni kechiring, ular qochib ketishdi. Ularni qochirib yubordingmi? To'g'risi, meni aybim yo'q. Kimdir orqamdan boshimga urdi, hujum qildi. Keyin hushimni yo'qotdim. Kim ekan o'sha? Bilmayman. Ko'ra olmadim.
Adashmasam niqobda edi. Seni ogohlantirgan edim. Hushyor bo'l. Ehtiyot bo'l degandim-a? Nima? Qo'riqchilaring o'lganmidi? Qo'riqchi yigitni ham urib hushidan ketqizgan ekan. Atrofingga kimlarni yiqqansan? O'zingga o'xshagan lapashanglarnimi? Yo'qol! Yo'qol, ko'zimga ko'rinma! Oyi! Oyi! Nima qilyapsiz? Bu yoqda buvijon qiyomat janjal qilyaptilar. Voy tiqiltirib o'ldirasan, odammi? Nima janjal, tinchlikmi? Voy meni deb emasmish qilib? Yo'q. Ana ular bor-ku. Kim? Dilnur bilan Bobur. O'shalar qochib ketishganmish. Voy hayriyat-e. O'zlari qochib ketdimi? Ha. Ha, yaxshi bo'pti, zo'r bo'pti. Men ularni qutqarmaydigan bo'pman-da. Ana opani qarzdan quturib oldim. Voy. Lekin siz bir narsani o'ylamayapsiz. Bu bilan oilalar o'rtasidagi janjal to'xtab qolmaydi. Nima deysan endi? To'ppa-to'g'ri. Voy. Qudajonim? Bu jangda biz hattoki bunaqa ko'ngilsizlikdan ham o'z foydamiz uchun foydalanamiz. Siz saltanatga qo'ng'iroq qiling. Dilnur va Boburni men odam yollab qutqardim deb aytasiz. Xo'p. Mabodo ishonmasa-chi, Qudajon? Keyin tushunmay qoldim. Anglamay demoqchiman. Ularni kim qutqardi o'zi? Shart emas bilishingiz. Mardonni boshiga urishgan va u hushidan ketgan. U faqat niqobli odamni ko'rgan. Niqob? Niqob? Ha, niqobda. Shuning uchun ishonamanki, saltanat sizni gapingizga ishonadi. Aloqaga chiqing unga. Xo'p. Qudajonim, jonajonim. Oy. Alo. Ay, assalomu alaykum opajon. Topshirig'ingiz bajarildi. Dilnur bilan Bobur qutqarildi. Rostdanmi? Ha? Adolat sezib qolmadimi? Yo'q, opajon. Odam yolladim. Shaxsan o'zim nazorat qildim. Eson-omon qochib ketishdi ikkovi ham. Qoyilman sizga. Agar shunaqa qilgan bo'lsangiz, sizni taqdirlayman. Voy, hozir Adolat opani yoniga kiray, yana janjal boshlanibdi. Xo'p, hushyor bo'ling. Aha. Ish qilib gapi rost bo'lsin-da. Dilnur, Bobur, Yaxshimisiz buvijon? eson-omon qaytdinglarmi? Rahmat, yaxshi. Xudoga shukr, bolam. Ko'rganimdan xursandman. Sizlarni kim qutqardi? Bilmadik buvi. Niqobda edi. Bir yigit edi. Yuzda niqob bo'lgani uchun tanimadik. Lekin Nafisa men qutqardim deb rost gapirdi. Qoyilman unga. Zo'r ayol ekan. Sizlarni odam yollab o'sha ayol Nafisa qutqardi. Keldinglarmi? Samo. Bobur aka, eson-omon keldinglarmi? Men qaytdim. Xursandmisan? Ularni Nafisa qutqaribdi. Sen esa ishonmagan eding. Rostana? Men odam tanlashda adashmayman hech qachon.
Eson-omon qaytganinglardan yana bir bor xursandman. Rahmat. Qanaqasiga? Bobur va Dilnurni nahotki boshqa odam qutqargan bo'lsa, axir bu ishni Samir aka qilish kerak edi-ku. Agar hech qanaqa ishga yaramaydigan bo'lsang, menga ayt. O'zim ham kutmagandim. Ataydan qilganim yo'q. Qo'riqchilarni ko'paytirsang bo'lmasmidi? U yigit eng yaxshisi edi. Afsuski uni ham chalg'itishibdi. Bu ishni bizni bilgan odam qilganga o'xshaydi. Bu ishni bizni ichimizdagi odam qilgani aniq. Chunki u hududimizni yaxshi bilgan. Nahotki? Bu bilasanmi kim bo'lishi mumkin? Seni o'g'ling Arslan. Lekin bularni uni o'zi tutib keldi-yu. Lekin u Samodilni olib kelgani yo'q-ku. Qon to'kilmasin degan. Dilnurni va Boburni o'ldirishadi deb o'ylagandir. O'g'lini rahmdilligidan to'yib ketdim. Buni ham Samodil iltimos qilgan bo'lsa kerak. Ko'ngilchang o'g'ling yo'q deya olmagan. Ona, axir bunga dalilimiz yo'q. Niqobdagi odam Arslan. Tushunarsan. Yerto'laga ham kamera qo'ymagan ekanman-da. Mana ko'ryapsanmi? Boshqa odam bunaqa qilishga botin olmagan bo'lardi. Ona, axir bu aniq emas. Gumon imondan ayiradi. Bu kechishda hamma rejalarimiz barbod bo'lmasa bo'ldi. Samo? Labi. Eson-omon qaytganingizdan xursandman. Mendan xavotir oldingmi? Bilasan-ku, tegirmondan chiqsam ham butun chiqadigan odamman. Qayerda bo'lsam ham sog' salomat qaytaman. Bilasanmi nimaga? Nimaga? Chunki bu dunyoda seni yolg'iz qoldira olmas ekanman. Tez orada baxtli kunlarimiz bo'ladi. O'sha kunni menimcha sen ham intizorlik bilan kutyapsan-a? Qorningiz qanaqa? Ochmi? Yaxshi, yeb oldim. Yaxshi. Unda men kira qolay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefonda siz bilan gaplashganmidim? Siz Shahlomisiz? Xuddi o'zi. O'tiring. Meni nomerimni qayerdan topdingiz? Men kerakli odamlarni qanday topishni juda yaxshi bilaman. Sen menga kerak eding, seni topdim. Xo'sh, nima gapingiz bor? Seni jiddiy ish uchun chaqirdim. Mas'uliyatli bo'lishing kerak. Har qanday ish bo'lsa qilaveramiz. Faqat puli naqd bo'lish kerak. Naqd. Xo'p, unda nima qilishim kerak? Birovni chuv tushirishim kerakmi? Yo shantaj qilish kerakmi? Nima qilsang ham shu bolani ilintirishing kerak. Bu qiyin ish emas. Aslida bundan qiyin ish yo'q. Bu yigit sen o'ylagan yigitlardan emas. Ko'z sussang etagingga osilib ketavermaydi bu. Qizlarga qaramaydigan yigitlar bor ekanmi? Manaman degan yigitlarni og'zidan suvini oqizib, burnidan ip o'tkazib olaman. Ha, yo'q. Uni maqsadlari boshqa. Juda ham aqlli bola.
aqlli odamda nafs yo'q deysizmi? Bitta narsani bilib olgin. Hali o'yin boshlanmay turib, birpasda nafsni ishga solsang, yutqazib qo'yasan. Xo'p, unda nima qilishim kerak? Aytganimni qilasan. Hammasini so'zsiz bajarasan. Bu avans. Kelishdik. Faqat hammasi men aytgandek bo'lishi kerak. O'zboshimchalik qilmaysan. O'zi mendan nima xohlayapsiz, opa? Uni o'raganimdan keyin nima qilaman? Turmushga chiqasan. Nima? Men turmushga chiqishga rozi emasman. Meni yaxshilab eshit. U kimsan? Sulaymonovlar oilasining merosxo'ri. Juda boyvachcha. Agar unga turmushga chiqsang, butun turmushingni unutib, katta xonadonda yashaysan. Xo'sh, rozimisan? Agar mana shunaqa kalboshlarni vaqtida berib tursangiz, albatta roziman. To'yimiz tez orada. Men seni o'sha qirmizi xonadondan qutqaraman. Nimaga unaqa deyapsiz? Bilmadim. Hayolimda qirmizi xonadonga kirgan odam qon bilan chiqib keladi. Yoki qo'li qon bo'ladi. Unaqa qo'rqinchli gaplarni gapirmang, tavba. Yaxshi kunimizga ham ozgina qoldi. Yomon gaplarni gapirmaylik. Xudoga shukr, hammasi o'tib ketdi. Mayli, siz nima desangiz shu. Sizni xursand qilish uchun yashayapmiz o'zi. Qani endi o'sha baxtli damlarimga qayta olsam. Sizlar baxtli damlarimda estaliksizlar. Har qalay mendan ko'ra baxtliroqsizlar. Birgasizlar. Biz esa sizlardek baxtli bo'la olmadik. Men bilan Arslon akani birga qilmadi. Taqdir deymiz-u, lekin taqdirda nima ayb? Ikkimiz ham o'z tanlovimizni o'zimiz qildik. Hammasiga o'zim aybdorman. Abba kim bo'ldi ekan endi? Yulduz? Assalomu alaykum. Adolatxon opa, yaxshimisiz? Mukofot kerak emasmi? Mukofotni qachon olasan? Mukofot? Uy. To'rxonalik. Biror joyda mardon bilan ko'rishib olishing kerak. Senga uyni kaliti va hujjatlarni beradi. Rostdanmi? Adolat opa? Adolat bir marta aytdimmi? Bajaradi. Siz oliyjanob ayolsiz. Siz oliyjanob ayolsiz. Siz bittasiz, go'zalsiz. Rahmat sizga. Uyni olasan. Lekin senga yana bir topshiriq bor. Xo'sh, eshit. Dilnurni yoki Bobirni boshini yeysan endi. Hop. Yaxshi.
voy uydadimi voy uydadimi aldamaydi u xotin aldamaydi lekin ketidan yana topshirib berdi Mardo bilan qanday uchrashaman men cho'lonman-ku kimni chiqaraman qanday uchrashaman a kim menga ishonchli Banu. Kim, hey samo, ketik bu yerdan bo'lgin davo. Hasratli dunyo, bo'lma xazon ketik hey samo. Bu bir kam dunyo, g'amga to'la gohi gumon gohi ishonch qiynar azobda bu sinovli dunyo sabrga to'la har kim madad